Tikoncha ilovasida to'liq jadvalni yaratamiz va u qanday ishlaydi, u jadvalni yaratishdagi qadamlarni bir ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda biz qanday jadval yaratamiz, shuni ko'rib olamiz. Demak, kunlar dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma kunlariga vaqt 8 dan 14:00 gacha joylashuv deylik o'quv markazi belgilaymiz. Aloqa, ijtimoiy tarmoqlar va o'yinlarni bloklab qo'yamiz. Bu bizni o'qishimizga xalaqit bermasin degan maqsadda. Demak, ilovaga qaytamiz. Ilovada himoya tizimiga o'tamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, qalqon rejimi yoniq bo'lishi kerak. Qalqon rejimini yoqish davomidagi so'raladigan ruxsatlarni boshqa videoda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, jadval yaratishni bosamiz va kirishimiz bilan bizda jadval yaratish oynasi ochiladi. Bu yerda nima? Birinchi kirishimiz kerak bo'lgan narsa, jadvalga nom beramiz deylik. Shaxsiy rivojlanish. Mana shunday. Va shartlar. Eng qiziq joyi shu shartlar. Demak, bizda ikki xil shart bor. Ya'ni vaqt belgilangan hafta kunlarida belgilangan vaqt oralig'ida deganmiz. Shuning uchun vaqtni bosamiz. Va faol vaqtni qo'shishni bosamiz. Bizga kerak bo'lardi dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma kunlari. Soat 8 dan 14:00 gacha. Mana bu yerdan bossangiz ham bo'ladi. Mana shunday qilib 8:00 dan 14:00 gacha. Yoki mana buni surish orqali ham bemalol vaqtni belgilashimiz mumkin. 8:00 dan 14:00 gacha cheklov vaqti 6 soat ekan. Xo'p, bu yerda kun davomida degan switchimiz turibdi. Buni bosadigan bo'lsangiz, shu belgilangan kunlarida kun davomida bo'lib qoladi. Bu xohishingizga bog'liq. Demak, saqlaymiz. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma 8:00 dan 14:00 gacha saqlash. Bo'ldi. Demak, bitta shart qo'shdik. Agar shunday qoldiradigan bo'lsak, bu qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, uydamizmi, ko'chadamizmi, o'quv markazidamizmi, bizni mana shu jadvalimiz faol bo'lib qoladi. Endi buni aynan o'quv markazida faollashsin deydigan bo'lsak, albatta joylashuvni qo'shamiz. Joylashuvni qo'shganda unga ruxsat berib olish kerak bo'ladi. Deylik, mana bu tugmani bitta bosganingizda sizdan ruxsat so'raydi, lekin siz qalqon rejimini yoqqan bo'lsangiz va hamma ruxsatlarni bergan bo'lsangiz, GPS hamda joylashuv ruxsatlari berilgan bo'lsa, bu narsa muammo tug'dirmaydi. Deylik, ixtiyoriy mana birorta hududni belgilaymiz, endi iloji yo'q. Ixtiyoriy hudud. Deylik, mana shu mehmonxona atrofini va radiusni belgilashingiz mumkin. O'quv markazi misol uchun kichikroq bo'ladigan bo'lsa, kichikroq radius mana. Deylik, 50 metrgacha radiusni belgilab qo'ydim. Mana shu mehmonxona atrofini misol uchun. Va shu radius ichida bo'lganda biziz servisimiz aktiv bo'ladi. Lekin hozir meni joylashuvim bu yer emas. Meni joylashuvim mana bu yerda bo'lgani uchun aynan shu joyda belgilayman mana. Xo'p, saqlashni bosdim. Joylashuv saqlandi. Endi bu ham vaqt bo'yicha ham joylashuv bo'yicha bo'ldi. Endi aynan belgilangan vaqt, belgilangan kunlarda mana shu belgilangan hududdagina bu jadvalimiz faollashadi. Endi keyingi qadam ilovalar. Ilovalarda ijtimoiy tarmoqlar, o'yinlar, aloqani bloklaganmiz. Buni ilovalarni ichidan birma-bir qidirib, topib, albatta bloklashimiz mumkin bo'ladi mana bunday qilib. Lekin sizga mukammalroq yechim kerak bo'lsa, misol uchun ertaga boshqa bir ijtimoiy tarmoqni o'rnatasiz yoki boshqa bir o'yinni o'rnatasiz, uni ham bu yoqqa kirib qayta qo'shib o'tirishingiz kerak bo'ladi. Uni oldini olish uchun, ya'ni ixtiyoriy har qanday o'yinni o'rnatasizmi yoki har qanday ijtimoiy tarmoqni o'rnatasizmi, avtomatik shu jadvalga birikishi uchun kategoriya bo'yicha bloklash eng yaxshi yechim. Deylik, aloqa mana. Aloqaga mana kategoriyasini tanladim. Keyingisi asroqqa tushamiz. Ijtimoiy tarmoqlar mana Facebook hamda Instagram. Buni ham qo'shdim. Yana bizda o'yinlar bor edi, mana 3 ta o'yin bor ekan. O'yinlarni ham qo'shdim. Demak, 3 ta kategoriyani qo'shdim. Saqlashni bosaman. Kategoriyani qo'shdik. Xohlasangiz albatta bunga qo'shimcha yana bir ilovani qo'shib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Deylik, mana Chrome, lekin Chrome allaqachon kategoriyada bo'lgani uchun buni belgilab bo'lmaydi. Boshqa bir kategoriyada mavjud bo'lmagan bir ilovalarni qo'shishingiz mumkin. Deylik, mana Play Marketga qo'shimchasiga qo'shib qo'ydim. Saqladim.
va saytlarni ham qo'shishingiz mumkin. Endi saytlarni hozir qo'shmayman, chunki biz butun boshli brauzerda bloklab qo'yyapmiz. Saqlashni bosdim. Jadval yaratildi va jadval yaratilgandan so'ng mana jadvallarni bitta bosamiz. Shaxsiy rivojlanish faol holatda turibdi. Qachon bu faol bo'ladi? Faol bo'ladigan holati mana shu belgilangan vaqt ichida hamda belgilangan joylashuvda bo'lsa faollashadi. Ortga qaytamiz. Demak, biz birorta deylik mana plus aloqa deydi, buni kirib ko'ramiz. Mana darhol bloklandi. Ya'ni ilova shaxsiy rivojlanish jadvali bo'yicha bloklangan. Bu bloklandi. Chrome ham bloklanganida Chrome'ga ham kirib ko'ramiz mana shunday.